Amerika prezidenti Joe Biden Uyg'ur majburiy emgakining oldin elish qonun loyihasiga imzo qo'yib, bu loyihani rasmiy qonunga aylantirdi. Bu qonunga asosan Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni majburiy emgakka silish orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishi cheklanadi va Uyg'urlarni majburiy emgakka silishga chetishliq shaxslarga embargo yurgiziladi. Cumhuriyetchilar va demokratlar tomonidan birlikda o'tirib qo'yilgan bu qonun loyihasi yaqinda Avom va Kengash palatalarida ko'p sonli ovoz bilan ma'qullangan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi buningga inkos qaytarib, Amerikaning xalqaro qonuniga xiloflik qilganligini va Xitoyning ichki ishiga aralashganligini aytdi. Yaponiyada bosh minister Fumio Kishida hukumatı Xitoyning harbiy kuchining tez ishishi va Shimoliy Koreyaning yadro tahdidga qarshi rekord xarakterlik mudofaa hamjotini tasdiqladi. Egilanishicha, bu harbiy hamjotning uda 10 yil oshirilishi bo'lib, Tokio 1-aprelda boshlangan moliya yilida harbiy hamjotni 1.1% o'stirib, 47 milliard 180 million dollarga yetkazdi. Solomon toqum orollarida Xitoyga qarshi malamanchilikdan keyin Beijing bu oroldagi soqchi qismlarini mashqlantirish va asliha sarflashni qaror qildi. Xitoyning bu qarori Hind-Tinch okean rayonida to'rtlik ittifoq qurgan Avstraliya, Amerika, Hindiston va Yaponiyaning noroziligini qo'zg'adi. Cheriklik va huquqidan qalaymaqon foydalanish jinoyati bilan ayblangan va 2017 yili 22 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandan boshlab turmada yetayotgan Koreyaning sobiq prezidenti Park Geun-hye hukumat tomonidan kechirim qilindi. Egilanishicha, salomatligining nacharlashishi 66 yoshlik sobiq prezidentning kechirim qilinishiga ta'sir ko'rsatgan. Iran tashqi ishlar ministri Abdullahyan o'zining Twitter hisobidagi bayonotida 22 dekabr Ozarbayjonning poytaxti Bokuga qilgan rasmiy ziyoratiga baho berdi. Abdullahyan Ozarbayjon bilan bo'lgan munosabatda yangi sahifa ochishni qaror qilganligini aytdi. Rossiyada bir sud mahkamasi texnika shirkati Google'ga ma'muriy qonunga xiloflik qilganligi uchun taxminan 99 million dollar jarimani qo'ygan. Sud mahkamasi Google'ning Rossiyada cheklangan mazmunlarni o'chirmaganligi uchun qonunni sistemlik ijro qilmadi deb hukm qilgan hamda zo'r so'mlik jarimani qo'ygan. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va boshqa kishilik huquq dafsandichiligi sababli 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini diplomatik boykot qiladiganligini e'lon qilgandan keyin bir qism g'arb davlatlari buningga ovoz qo'shgan edi. Yaponiya kabinetining bosh kotibi Hirokazu Matsuno 24 dekabr bu vaqtdagi qarorini e'lon qildi va Beijingga yuqori darajalik amaldorlarni yoki kabinet a'zolarini avatmaydiganligini bildirdi. U Tokio Olimpik komitetining raisi qatorliq 3 kishining Beijingga berib olimpikga qatnashadiganligini bildirdi.